Har bir katta hikoya jimjitlikdan boshlanadi. Ba'zan bo'sh joydan, ba'zan esa uyga aylanishni kutayotgan makondan. Kelganimga 54 yil bo'ladi. Biz bu yurtga mehnat bilan keldik. Bolalarimiz kelajagi uchun. Bu yurt bizga imkon berdi. Lekin yuragimizda doim bir narsa bor edi. Ona tilimiz, ota-bobodan qolgan madaniyat va vatan sog'inchi. Allohu akbar, Allohu akbar. 50 yil oldin bu mamlakatga bir inson keldi. Uning ismi Sirojiddin. Kelganimga 54 yil bo'ladi. U vaqtga viza olmoq, to'xtamoq juda qiyin edi. Chicagoga bitta na o'zbek bor, na afg'on bor. Bu endi taxminan men 2002-yillarda Amerikaga kelganman. Birinchi marta 93-yil kelganman, lekin keyin kelganim 2002-yil. Shu dargohda Sirojiddin hoji akamiz o'zbek jamiyatini tuzaylik, ochaylik deb juda ko'p targ'ibot qilardilar. Nima uchun deganda, bizda o'zbekligimiz saqlanib qolinishi kerak. Milliy tilimiz, madaniyatimiz, urf-odatlarimiz, an'analarimiz, dinimiz saqlanishi kerak deb bizga nasihat qilardilar. Sababi Sirojiddin akam bizdan ancha oldin 70-yillarda kelib qolgandilar. Men Gulshanbek Ravshanbek, qirg'izistonlik o'zbekman. Chicagoda 15,5 yildan beri istiqomat qilamiz. Bir xotinim, 5 qizim bor. Alhamdulillah. Shu yerda o'zbek jamiyatida faol a'zolaridan birimiz. Qirg'izistonda ingliz tili va adabiyoti universitetida o'qib turganimda 5 yillik universitetda diplom ishi National Identity, ya'ni bir millat qilgan kuch ustida yozganman. O'sha yerda Markaziy Osiyo, hamma bilganimizdek 91-yili Independence mustaqillikka borganligi uchun har bir davlat o'zini millatiga kuch berishlik uchun bir yo'l tanlagan. Masalan, O'zbekiston Boburni tanlagan bo'lsa, Qirg'iziston epoxa bo'lgan, ya'ni legenda bo'lgan, lekin hayotda yashamagan Manas tanlaganda. U qirg'izlarni qirg'iz bo'lishligiga yordam berishlik uchun. Biz Amerikada yashagan o'zbeklar sifatida men bu yerga kelib farzandlarimni yetishtirib tarbiyalay boshlaganimda, meni farzandlarim maktabga borishni boshlaganda o'zbekligidan uyalayotganligini his qildim. Amerikada men 2006-yil kelganman. Avgust oyida, salkam 20 yil bo'lyapti. Alhamdulillah. Birinchi kelganimda men Amerikada endi niyat boshqa edi. Yaxshi hayot ko'rish, ishlash, o'qish. Nyu-Yorkda keyin o'sha jamoatimiz bilan tanishib, samarqandlik aka-ukalar bilan, birodarlar bilan, keyin ular bir kun turklarni masjidiga taklif qildi, iftorlik bilan va tarovihga. Nyu-Yorkda bir masjid bor, turklar jamoati. Har qadr kechasi ular Turkiyadan Sayyidimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning soqol muboraklarini olib kelishar ekan. O'shani ziyoratiga olib bordida, kelib u bordik, masjidni ziyorat qildik, turklar jamoatini. Keyin namozdan keyin o'sha bizga soqolni ko'rsatdi. Alhamdulillah, undan keyin ta'sirlanib, bu yerda turklar jamoati bor ekan va boshqa millatlar bor ekan, nimaga bizniki yo'q deb qiziqganman. Keyin 2017-yil trak sohasiga ishga undan sanavval boshlagan edik, lekin keyin birodarlar aytdiki, shu tanish bilishlar Chicagoda bu ishni qilish kerak, Nyu-Yorkdan qiyin, parking muammo, bu trafiklari katta deb keyin bu yoqqa ko'chib kelganmiz. Bu yoqqa ko'chib kelib, bu yerda ham Allohga shukrki, o'zbek jamiyati bor ekan. Asta-sekin ular bilan ham tanishib,
sekin bordi keldi qilib, keyin inshaalloh mana o'shandan beri shu yerga faolligi bizlar alhamdulillah qo'ldan kelgancha xizmat qilib kelyapmiz. Man Sanoulloh Habib. Aslan Afg'oniston o'zbeklaridanman. 1993-yilda dunyoga kelganman. 6 yoshdan boshlab madrasa hayotim boshlagan. Madrasa hayotini Pokistonda boshlaganman. U yerdan 13 yoshigacha hofizlikni, ya'ni Qur'onni to'liq hifz qilib olganman, yodlab olganman. 13 yoshida tugatganman. Undan keyin tajvid ilmi, qiroat ilmi va maqomot ilmi, Qur'onni chiroyli o'qish bo'yicha darslar, tadrislar olganman. Qolgan ilm tahsilimni Turkiyada davom ettirganman. Universitetni shu yerda tugatganman, Turkiyada. Magistraturani ham qiroat bo'yicha Turkiyada olganman. Undan keyin xizmat qilish uchun, xalqimga xizmat qilish uchun, dinimga xizmat qilish uchun Amerikaga, Illinois shtati Elgin shahri, ya'ni Illinoisni ko'pchilik bilmaydi, Chicago deb biladi. Chicagoga kelganmiz. Bu yerda Al-Bukhari Islamic Center o'zbek xalqini qurgan masjidiga imom olarak kelganman. Bitta o'zim keldim, birinchi. Qiyinchilik juda ko'p ekan. Tilni o'qigan bilan odam tushunmaydi. Lug'atlar boshqacha talaffuz bo'ladi, ular tushunmaydi. Sonra bitaydim, qaraydi. Ha dedim, men buni bilaman dedim. Ammo gapish bilmaydi. Bir Amerikalik oilani ichiga bitta uxlaydigan xona bergan edi. Bir oyga $100 beraydim, $50 yemush uchun, $50 ham yetmoq uchun. Ishlaydim ham, o'qiydim ham. Nima shu shaxsiy kelgan edi. Kechasi immigrationdan qochib, kechasi ishlaydim. Kunduz tomon full time o'qiydim. Ana o'zi o'ylang, 8 soat ishlaysiz, 1 soat ketasiz, 1 soat kelasiz. Bu o'zi 10 soat bo'ladi. Uni oldiga o'qimoq ham bor. Shuna vaqtlar bo'lgan, mashinam bilan borib parking lotda to'xtaman, soatga qarayman, 10 daqiqa qoldi vaqt klassiga bor ekan, 10 daqiqa uxlab qolganman, qarasam vaqt klass o'tib ketgan ekan. Ya'ni o'shadan tushmasdan kelganman u yerga. Har vaqt qattiq yomg'ir yog'sa, mana shu balangacha, mebelgacha suv chiqaydi. Tamom gilamlarni tashqari chiqarib, yuvib, quritib, yana toza kirgizaydi. Oson emasdi hayot qilmoq. Nima uchun men o'ylaydim, kelajakda men bolalarim bor. 3 ta bolalarim ketishim kerak. Ularni o'qishi bo'ldi. Mana shuna bo'lish kerak. Iloji bo'lsa men overtime ishlaydim. 16 soat, 16 soat, 16 soat ishlaydim maktab yo'q vaqti. Ko'zlarimni ochib bilmaydim, ichiga qum tashlaganday bo'lardi. Juda qattiqlik qilib bir luqma nonni yarmini yeb, yarmini saqlaganmiz. Mani hech qanday bir biznesim yo'q edi bo'lmasa. Biz o'zimiz bilan iymonni ham olib keldik va shu iymon bilan, shu ildizlar bilan yashab kelyapmiz. Ba'zan yaqin atrofda masjid bo'lmaydi. Ba'zan vaqt bo'lmaydi. Ba'zan esa faqat kichkina bir burchak bo'ladi va ibodat. Yillar o'tdi. Jamoa o'sdi. Bolalar shu yurtning farzandi bo'lib ulg'aydi. Lekin ildizini unutmay katta bo'lyapti. Bugun bu makon o'tmish bilan kelajak orasida turibdi. Masjid faqat ibodat joyi emas. Bu tilimiz yangraydigan joy. Bu madaniyatimiz yashaydigan joy. Bu farzandlarimiz kimligini bilib ulg'ayadigan joy. Orzular faqat iymon bilan qurilmaydi.
ba'zan ular sabr bilan quriladi. Eng qiyin narsa pul emas. Eng qiyin narsa ishonch. O'zbek jamiyati 2009-yili Afg'onistondan ko'chib kelgan Sirojiddin Nasafiy amaki tarafidan ochilgan. Albatta o'zbek jamiyatini boshida boshlanganda o'zini ofisi ham yo'q edi, hech qanday narsamiz yo'q edi. Har bir narsani qilayotganda bu Allohning bir karomati nasib qildi. Ko'pchilik birlashdi, barakot bo'lganligi uchun shu vaziyatga kelindi. Bu dargoh men uchun muqaddas dargoh, qadrli dargoh. Sirojiddin akam necha o'nlab, 30-40 ta odamlarni yig'ib Ramazonlarda iftorlik berganlar, namozlar o'qiganmiz. Bu markazimiz bizlar juda ko'p foydalar ish kiradi. Hamma bir-birini ko'radi. Yoshlar bir-birini ko'radi. Bu kelajakka bir-birini topishligi 20 yoshga kiradi, 25 yoshga kiradi. Bu Amerika daryodagi bu okeandagi kattakon oson emas bir-birini tomoq. Darrov bittan qo'lini tutib bilmaydi, sen menga tegasanmi, tegmaysanmi deb. Bu gapdan, narsadan sabab bo'ladi. Hammasi bir-birini tanib, mehr muhabbat ko'proq bo'ladi. Bu juda zarur bizda. Mehr muhabbat shu vaqtda o'zi bor. Gap berakish jamiyat bo'lganiga o'shani qo'ldan bermaylik bizlar. Bu dargoh shuning uchun ham men uchun qadrliki, mana shu dargohda Chicago O'zbek Amerika assotsiatsiyasi tashkil qilish loyihasi tuzilgan. Va shu nima bilan targ'ibot bilan 2008-yilda bu g'oya tuzildi. Bir 4 oy shug'ullandik. Oldinlar bu jamiyatda otini nima qo'yamiz degan bahslar bo'ldi. Kimdir Turon dedi, kimdir Turkiston dedi, kimdir O'zbek jamiyati dedi. Ovozga qo'ydik va Chicago O'zbek Amerika assotsiatsiyasi degan nomni ko'pchilik ma'qullab biz shuni tuzdik. Men o'sha tuzilgandan beri shu jamiyat faoliyatida ishtirok etib kelyapman. Oldin mas'ul sekretar edim, mas'ul kotib edim. Keyin 2013-yildan mana hozirgacha 13 yil, 14-yil ketyapti. Men shu jamiyatda rahbari sifatida o'zimni hissamni qo'shib kelyapman. Biz bir yilda 40 ming dollardan atrofida pul ketkazib, ijarada turardik ofisda. Har yili noyabr oyida ijarani yangilash kerak edi. Biz shunday vaziyatga kelganmizki, bu binodan chiqamiz deb turib, yillik ijara kontraktiga qo'l qo'ya boshladik. Har yili noyabr oyiga kelganda biz o'sha yana Sirojiddin Nasafiy amakimiz pullar isrof bo'lib ketyapti ijaraga berib. O'zinglar joylarni sotib olmaysizlarmi? Imkon ko'paydi, ko'p millatdoshlarimiz ko'chib keldi deyilganidan biz o'zi 18-yillari oqtara boshlaganmiz. Joylarni izlayotib, hozirgi Elgindagi cherkovni internetga qo'yilganligini ko'rdik. Narxi 1 million 200 edi. Men hayajonlanib shunday bir joy topdim akalar deb bizni O'zbek jamiyatining board a'zolariga aytganimda, bunday qarashdi-da, 1 million 200 ming bizga bu juda katta bino, juda qimmat. Chunki jamiyatimiz fond bank hisobida 19 ming dollar pulimiz bor edi. Bu endi plas hech narsa emas degani. Board a'zolari bilan qaror berildi, biz bunday binoni ola olmaymiz. Shu bilan mavzu yopildi. Biz yana 1 yilga kontraktni davom ettirdik. Oradan 1 yil o'tdi, yana noyabr oyiga keldik, yana o'sha mavzu ko'tarildi. Biz joy sotib olaylik, harakat qilaylik deb. 1 yil oldin 1 million 200 bo'lsa, sota olmaganligi uchun 1 yil bozorda turgan 1 million 100 ga tushirib qo'yib qo'yishibdi. Biz buni ko'rib juda xursand bo'lib, hayajonlanib, o'shanda men dadam bilan birga cherkovda bir nechta bu yerda Elginda yashagan o'sha Farruh akamiz, Olim aka bo'lib birgalikda borib binoni ko'rganmiz. Binoni ko'rganimizda shu ichiga kirib duo qilib, Allohim bizga shu yerlarda nasib qilarmikinsan deb
juda hayajonli bir onlar yashaganmiz, lekin imkonimiz yo'q. Keyin u yerdan chiqqandan keyin ba'zi akalar taklif berishdi. Elginda, Chamburgda, shu atrofda yashagan bizning o'zbek millatdoshlarimiz bor. Ular trak sohasida ishlaydi va yaxshi pul qilishadi. Shular bilan ham bir fikr olishmaylikmi? Bir o'tirib maslahatlashaylik, aytaylik shunaqa narsa bor ekan deb. Nima deysizlar deyilganda, o'shanda eski Arlington Heightsdagi ofisimizda 20-25 ta atrofida akalarni mehmon qilib, shu fikrni ochganmiz. Akalar, Elginda shunday bir bino bor ekan, nima deysizlar? Deyilganda u yerda oramizdan bir aka chiqib turib, akalar 1.100.000 ekan narxi. Yaxshilab savdolashsak 800 mingga beradi. 200 mingdan 4 ta biznesmen bersak olib qo'yamiz, dedi bir akamiz. Mashhur akamiz, ismini aytmay hozir, o'zi biladi. Umid paydo bo'ldi-da, mana shu gapdan keyin. Shu bosh qoshimizda Masjidul Islom degan bor. O'zbekistondan kelgan ulamolarimiz ham o'sha yoqda bizga tadbir dars qilib berganlar. Borib Mavlono Obaydulla degan imomlari bilan maslahat qildim. Aytdim, shunaqa bo'lyapti. Biz o'zbek jamiyati masjid qurmoqchimiz. Mashalloh juda ham zo'r. Sizlarga bitta maslahatim dedilar. Amerikada eski cherkovni omborxona qilish uchun olinadi yoki musulmonlar uni olib masjid qurishadi dedi. Uni boshqa hech kim olmaydi, ular sota olmaydi. O'shaning uchun narxini savdolashib pasaytiraveringlar. Nechi pulda shunday joy 500 dan ofer beringlar dedi haligi kishi. Jamiyatimiz a'zolari aytishdiki, uyimizni sotsak ham shu joyda olamiz deyishdi. Har xil rejalar tuzdik. Bir 30 kishini yig'dik, fundraising, ya'ni mablag' yig'ish kechasini qildik. O'sha kechada biz kutilmagan natijaga erishdik. Biz o'zi 400 mingla yig'sak, qolganini keyin Islomiy bankdan olamiz degan edik. Birdaniga 1 million yig'ilib qoldi-da. 1 million. Hatto vatandoshlarimiz bitta chek bilan 120 ming bergan vatandoshlarimiz ham bo'ldi. Hoji akamizni o'zlari ham pensiyalaridan juda katta mablag' berdilar. Xudo xayrlarini bersin. Davlat hech kim olib ketib bilmaydi davlat dunyoni. Buning uchun xalq yolg'on aytadi, o'g'illaydi, xiyonat qiladi, kecha kunduz ishlaydi, oilasiga zulm qiladi, boshqalarga zulm qiladi. Oxirab o'ladi, bu davlat yana qolib ketadi. Bu juda ham katta savoq bu. Yosh bo'lsin, o'rta yosh bo'lsin, qarri bo'lsin, hammaga savoq. To'g'ri, davlat kerak. Shunda aytadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. O'shanday bu odam o'zini haddini bilishlik kerak. Bu dunyoni hech kim olib ketib bilmaydi, hamma ketayotgan bo'ladi. Bugun meni juda ham hayotimda bir ta'sirli, xursand bo'lgan bir holatim bo'ldi va uni biz ma'ruzalarda ham aytamiz inshaalloh. Mana akamiz, og'alarimiz subhanalloh eski bir zamonlarga olib borib qo'ydi. Hozirgi Buxoriy masjidingizni qarang va niyat qildik, va'da berdik inshaalloh vizamiz bo'lib tursa ochilishiga kelamiz inshaalloh. Shunaqangi o'sha vaqtida qarang, aslida siz uchun qurilgan ekanda. Nimaga? Ular quravergan ekan. Va Ayubxon domla hazrat aytganlaridek faqat qiblasini to'g'rilab ketmagan ekanda ular, lekin qurgan ekanda, lekin Alloh o'sha vaqtida qadarida o'sha joyni nima degan ekan? Sizlar quraveringlar, lekin meni ertaga o'zimni suyukli qullarim keladi. O'zbekistondan keladi, Qirg'izistondan keladi. Bu joyda ular menga sajda qilib namoz o'qiydilar degan ekanda Alloh taolo. Bugun biz o'sha joyga kirib umuman ishonib shokka tushib qolishdik-ku. Men eshitgan edim, qayta so'ragan edim, lekin ko'zingiz bilan ko'rsangiz qanday bo'ladi? Alloh taolo Qur'onda nima dedi? La in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsangiz men ziyoda qilaman dedi. Bugun Alloh sizga beribdi. Ayniqsa akam aytdilarki, Alloh rozi bo'lsin, yonida turgan boyagi jamoat ham ko'rmay qopti. Masjidingizda hozir mana muvaqqat bo'lib turgan masjidda biz peshinda o'qidik. Ustoz Qorakam namoz o'qib berdilar. Shu joyda bir narsani aytdim. Yaxshi e'tibor qiling. Alloh taoladan bandalariga tushadigan eng buyuk ne'mat nima desa, bundan keyin siz biling shuni tavfiq deng. Tavfiq nima? Omad bo'ladi.
Alloh taolo sizni omadli qiladi, namoz o'qiysiz. Omadli qiladi, farzandlaringizni yaxshi tarbiya qilasiz. Omadli qiladi, farzandlaringiz qori bo'ladi. O'g'il qizingiz soliha bo'ladi. Alloh taolodan yerga tushadigan eng buyuk ne'mat nima desa, bundan keyin sihat salomatlik demang. Omad beriladi, siz sihat salomatlikda, ofiyatda bo'lasiz. Yoki bo'lsam trakingiz millionga chiqib ketsa ham, u emas. Birinchi Alloh taolodan tushgan tavfiq, omad bo'ladi, keyin 1000 trak sohibi bo'lasiz. Tushunarlimi? Alloh taolodan tushadigan, demak, buyuk ne'mat bu Allohning tavfiqi ekan. Bandaga berilgan tavfiqi, ya'ni omad, zafar. Tushunarli? Sizga o'sha tavfiqni berilganligini men ko'zim bilan ko'rdim. Chunki binolarni ko'rdim, boyagi pullarini ko'rdik. Hamma tomonlama Alloh sizga shuni buyurib qo'yibdi. Biz dinni kimdan o'rganamiz? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rganamiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlari Qur'on demakdir. Shu sababdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari muhojir bo'lib kelganlarida, hijrat qilganlarida Makkadan Madinaga birinchidan qilgan ishlari nima edi? Masjid qurish edi. Masjid. Kelib payg'ambarimiz birdan menga shu uyni quringlar, men shu uyda o'tiraman demadilar. Sahoba ikrom birinchidan o'z uylarimizni qurib olaylik demadilar. Birinchidan qilgan ishlari masjid qurish edi. Hatto Qubo masjidi Madinaga kelmaslaridan oldin Qubo masjidi o'sha Qubo degan joyga borgan vaqtlarida o'sha yerda qurildi. Birinchi masjid, ilk masjid o'sha. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ozgina muddat u yerda turganlaridan keyin Madinaga keldilar. Madinaga kelib turib aytdilarki, sahoba ikromlarni to'pladilar, ahli Madinani. Aytdilarki, masjidni qayerga quramiz? Va joy ko'rsatildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari hatto masjidga kerak bo'ladigan narsalarni toshib, hatto devorlarni qurishda o'zlari yordam berdilar. O'zlari g'ishtlarni, toshlarni ko'tarib yordam berdilar. Demakki, bir muhojir uchun birinchidan uydan avval, joydan avval, hamma narsadan avval kerakli bo'lgan narsa nima ekan? Bir musulmon muhojir uchun masjid ekan. Chunki masjid bizni to'playdigan joy. Masalan, juma namozlari bo'ladi. Juma va yo jamoat kalimasi. Bular arabchada to'plash degani bo'ladi. Jamaa fe'lidan keladi. Jamaa, jumua insonlarning to'plangan joyi. Jamoat bo'lishlikdan maqsad faqatgina kelib masjidda namoz o'qib ketishlik emas. Bundan maqsad bir-birini holi ahvolidan xabardor bo'lishlik. Kim nima qilyapti? Sog'lig'i joyidami? Kasal bo'ldimi? Nima kamchiligi bor? Bundan bir-birimizdan xabardor bo'lishimiz kerak-ku. Buning sababi, buning vasilasi nimadir? Jamoat bilan namoz o'qishlikdir. Jamoat bilan namoz o'qishlik uchun nima kerak? Masjid kerak bo'ladi. Shuning uchun bu masjid qurildi. Shuning uchun bu masjidlar bor. Bu masjidlarda to'plangan insonlar bir-biriga yordam beradi. Hatto to'planib boshqalarga ham yordam beradilar. Alhamdulillah, mana bu xizmatlarni qilish uchun o'zbek millatiga Alloh subhanahu va taolo Amerikadagi joyda cherkovni sotib olib masjidga aylantirish vazifasini berdi. Bu binoni kirishlardan bittasi bo'ladi. Bunaqa 5 ta kirish bor binoni. Bizga birinchi o'sha bu binoni o'sha buzib, tayyorlab, binoni keyingi qurilishga tayyorlab qo'yish uchun biz ruxsat olganmiz birinchi. Demolishing permit deyiladi unga. Undan tashqari binoni ko'rishlaring mumkin. Anaqa yerlar, pollar ancha beton. Bu Amerikada asbest degan narsa bor. Asbestni mumkin emas. Ya'ni asbest bo'lgan joyda o'quvchilarni olib kelish, maktab qilish mumkin emas. Illinois shtatida. O'shaning uchun biz majbur buni
butun binodagi asbestga aloqali bo'lgan narsalarni tozalab olib tashlangan. Bu ham bir markaziy ilm bo'ladi o'sha yerga. Vatandoshlarimizga bir markaz bo'ladi, u yerga keladi, bir-birini ko'rishadi. Juda foydalar ko'p bo'ladi inshaalloh. Eng katta orzum shuki, maxsusan Xudovand bergan davlatni yaxshi halol yo'lga ishlatsalar, barakatli. 4 ta sinf xonasi bor. Bu sinflar katta, juda katta bo'lgani uchun biz hozir shahar bilan gaplashib, ularni har bittasini 2 ga bo'lib 8 ta sinf xonasi qilyapmiz bu yerda. Mana shunday katta sinflar, har bitta sinfda kichkina hojatxona ham bor, chunki juda kichkina bolachalar agar bu yerda masalan dars o'tadigan bo'lsa, ular tashqariga chiqib hojatxonaga bormaydi. O'shaning uchun kichkina hojatxonasi ham bor bu sinflarda. Boyagidan ancha katta bu sinfxona. Binoni ta'miri bilan aloqali o'sha o'zgarishlarni yana bittasi shu yerda bo'lyapti. Binoga fire sprinkler qo'yishimiz kerak. Yong'in xavfsizligi talablaridan bittasi bu. O'shani olib kelish uchun bu yerga, mana shu yerga suv keladi tashqaridan, sitini suvi. O suvni olib butun binoga o'sha fire sprinkler sistemaga tarqatiladi. Hozir bu tarafga yuramiz. Hali aytgandek 5 ta kirish degandik. Bu mana bu kirishlardan bittasi. Bu kirishni qulayligi mana shu ko'chani bo'yida bo'lgani. Bu yerda masalan biz maktab ochadigan bo'lsak, inshaalloh mashinalar shunday to'xtab, bolalarini chiqarib olsa, biz bu yerdan kutib olib ichkariga olib boramiz. Bu mahallani zo'rligi aka, Amerikada bilsangiz, ko'p masjidlar industrial zonada, ya'niki bozorlar orasida, uzoq joylarda mashina bilan borishingiz shartda. Buni zo'rligi mahallani o'rtasida. CF deyiladi, Community Facility Industry zoningi. Uyingizdan shunday chiqsangiz, oldingizda masjidda. Alhamdulillah, shunday chiroyli joyga nasib bo'ldi. Ya'ni o'shanga aytmoqchi bo'lgan narsam, bizni o'zbek jamiyatiga bu narsani arzon pulga nasib bo'lganligi, biz 700 mingga hozir odamlar uy olyapti. Biz 700 mingga 5 ta yotoqxonasi bor, yer uy garaji bilan, 45 ta mashina sig'adigan parkovkasi bilan, sport zali bor, 150-200 ga yaqin o'quvchi sig'adigan maktabi bilan, masjidi bilan, ayollar uchun alohida joylar, shunaqangi katta binoni oldik-da. Bu bizga bepulga tushyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi kunda mana permit chiqdi, ustalar bilan, mana Gulshanbek ukamiz, Eldor aka, ular ustalar bilan o'sha kontraktlar bilan ishlayapti. Ramazonda endi birgalikda ishlaymiz-da. Inshaalloh Ramazon paytida ko'pchilikni iftoriylarga da'vat qilib, boshqa jamoatchiliklardan va boshqa joylarga ham borish kerak bo'lsa, inshaalloh borib xalqqa mana bu permitimiz chiqdi, mana bu planimiz, bu oxiratimiz uchun albatta va kelajak farzandlarimiz uchun. Hatto O'zbekistonga ketsak ham butunlay, alhamdulillah, bu yer bolalarimiz uchun faol ko'rsatadi. Bir kun emas, bir kun bularni kelib ziyorat qilsak, o'zimizda o'zbek joyimiz bor, masjidimiz bor, kerak bo'lsa oqsoqollarimiz ham bor hozirgi kunda. Ulardan duo olib turib, maslahat olib turamiz. City bilan gaplashganimizda birinchi ular arxitektura qismini aytishdi. Yaxshi bo'ldi. Biz rozimiz deyishdi. Keyin ular o'sha yong'in xavfsizligi departamentiga o'tkazishdi. Ular aytishdi, mana bu zinalaring tor deyapti. Ya'ni juda oddiy narsa bu. Bu zina deydi juda tor, tepada 300 kishi o'tiradigan bo'lsa deydi, bu yerdan tushib keta olmaydi vaqtida yong'in bo'lsa. Ular talabi bu zinani kengaytiringlar dedi. Buni endi oddiy shaklda kengaytirib bo'lmaydi. Keyin biz o'sha arxitekt bilan maslahatlashdik. Bu zinani hozir to'g'ri mana bu devorni ham buzib pastga tushiradigan qilyapmiz. Ya'ni shunaqa narsalar ishni kechiktirishga majbur qoldik, chunki bu narsani masalan bitta odam qaror bermayapti. City bir qismi ruxsat berdik, bo'ldi deyapti. Ikkinchi instansiyaga o'tganimizda aytayapti, bu anaqa bu bo'lmaydi, buni kengaytiringlar. Ya'ni buni ham o'ylab arxitekt hisob-kitobini qilgancha ancha vaqt ketib qoldi. Ya'ni bu yerda juda chiroyli dizayn qilindi. Keyin ikkinchi narsa masalan o'sha boya aytgandek, bu yerda ham 4 ta sinfxona bor. Birinchi bizga dizayn qilib berishganda o'sha tepadan mana shu yo'llardan havo o'tkazadigan docking system degan narsa inglizchasiga, o'sha havo yuradigan anaqalar o'tish kerak edi, trubalar, to'rtburchak. Mana shu yerdan o'tish kerak edi. Oynani yarmidan o'tadigan juda ham bir
shunaqa dizayn qilingan o'tgan safar. Aytishdi, bunaqa bo'lmaydi, buni to'rtta qo'yasizlar. Ikkita bu yoqqa, ikkita bu tarafiga, ikkita bu tarafiga qo'yasizlar. Aslida ular ham shahar ham nima deydi? Bizda anaqa consumer o'sha bizda iste'molchilarni o'ylab aytyapti buni. Sinflarimizda o'sha ikkiga bo'lish masalasi ham, masalan, odamlarni ko'proq o'quvchi olish imkoniyatlarimizni orttirgani uchun biz o'shani ustida qattiqroq turdik. Bo'lmasa, masalan, sinfni yarmini biz masalan omborxonaga o'xshatib qo'yamiz. Bu faqat narsalar turadi desak, boyagi zinalarni buzish balki shart bo'lmasdi. Lekin kelajak uchun bu narsa to'g'ri bo'lmasdi. Bizga masalan balki 20 ming dollar xarajat bo'ladi. U ortiqcha, lekin bizni mana shu yerdagi 8 ta sinfimizda hammasi ishlab turishiga sabab bo'ladi-da. Keyin mana bu tarafda hali aytgandek bolalar o'ynab o'tirish uchun yoki ayollar bemalol o'zlari o'tirish uchun joy qilib qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerdan bir ko'raylik, masjidni tepadan ko'rinishi bo'ladi. Yana o'sha katta o'zgarishlardan bittasi, o'sha shaharni talablaridan bittasi binoga lift qo'yish bo'lgan. Hozir o'shani masalan xarajatini kecha hisoblab chiqdik. 180 minglar lift o'ziga ketar ekan, keyin 100 mingga yaqin o'sha lift tayyorlab unga temirdan o'sha struktura qilib tepaga olib chiqib, tepani ham tomini ham yopiladi-da, tom ochib, tom yopiladi, tepaga motori qo'yiladi. O'sha strukturasini qilishga ham 100 mingga yaqin pul ketar ekan. O'sha bitta eng hozir olgan ishonchli narxlarimizdan bittasi shu, hozir 280 minglarga bitadigan bo'lyapti lift. Endi masjidimizni dizaynini ko'rgan bo'lsalaring kerak. Bu yer asosiy namoz o'qiladigan joy bo'ladi. O'zbekistonda masjidlar qurib yurgan yaxshi tajribali ustalar bor, ular dizayn qilib chiqishdi. Endi Amerikada masalan kontraktorlar bilan gaplashganingizda ularni talablari juda ko'p. Tashqaridan odamga ruxsat bermaydi. Biz hozir shunaqa kontraktor bilan kelishdik. Ular aytishdi, o'zlaringni ustalaringni olib kelib ishlatsalaring, men o'zim boshida turib ularni ishini sifatini tekshirib beraman, ularni ishlashiga ham men o'zim yordam beraman deyishdi. Endi binoni bilasizlar, ko'rib chiqdik. O'sha boshida olganimiz o'sha 700 ming dollarga sotib olganmiz binoni. O'shanda masalan eslaringda bo'lsa fundraising qilganmiz. 60-70 ta odam kelib turib 1 million 200 ming dollar va'da berishgan. O'zbeklarimiz ham qo'li ochiq. Yani hamma o'sha yerda qatnashganlardan Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatan ham xalqimizni qanchalik saxovatli, qanchalik mana shu narsalarga ishtiyoq kattaligini ko'rdik. 2026 da biz masalan bu masjidni hech bo'lmasa masjid qismini tayyorlab ishga tushirishimiz kerak. Masjid qismini ishga tushirish uchun hozir biz olgan narxlarga ko'ra 2,5 millionga yaqin pul kerak. Faqat masjid qismini ishga tushirib olish uchun. Masjid ishga tushgandan keyin odamlar kelishni boshlagandan keyin qolgan maktab qismi bitib ketadi inshaalloh. Eng asosiy boshida qilinadigan remontdan boshlab bo'lmaydigan degan bir xarajatimiz bor. U 1 million 200 ming dollarlarga tushadi. Isitish sistemasi butun binoniga qo'yilishga, chunki bu yaxlit narsa. Keyin suv kelish kerak. O'sha keyin elektrik, masalan, tashqaridan elektrik kelish kerak. O'shalar hammasiga 1 million 200 ming dollarlar ketadi-da, undan keyin qolgan hammasi bu dizayn ishlari. Kraskadir, oynalarni almashtirish masalan 180 ming dollarga kvot olganmiz. Masalan, oyna almashtirib, butun oynani almashtirib beradi. Birorta kattaroq kompaniyani egalariga aytishimiz mumkin, masalan, oynalarni olasizmi? Masalan, shunchaga tushar ekan deb kvotlarni ko'rsat. Masalan, bitta kompaniya faqat oynalarni almashtirib berishi mumkin. Yani u narsalar salgina oson bo'ladi deb o'ylayman. Eng qiyin qismi o'sha 1 million 200 minglarga ketadigan mana bu struktura qismi binoni. O'shani qilib olsak inshaalloh 2026 da masjid qismini bemalol ishga tushirib, dizaynlarni ko'rgan bo'lsalaring kerak, o'sha chiroyli qilib, keyingi Ramazonda masjidimizda tarovihlarni o'qishimiz mumkin inshaalloh. Qur'onda bir oyat bor. Bismillahirrohmanirrohim deydi. Iza jaa nasrullohi val fath va ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi robbika vastaghfir innahu kana tawwaba deydi. Allohdan bir fath kelsa yo buyruq kelsa, odamlarni guruh bo'lib Allohning diniga kirishlarini ko'raverasan deydi. Mana shu oyat menga juda ham yoqadi.
man xohlardimki bizni dinimizni saqlashga, madaniyatimizni saqlashga, tilimizni saqlashga ham bizni millatdoshlarimiz guruh bo'lib kirsalar. Inshaalloh. Hamma olim bo'lishi shart emas, lekin hamma xuluqli, odobli, o'zbekligini bilsin, avvalo musulmonligini bilsin, keyin o'zbekligini bilsin. Bo'lmasam boshimizni ushlab, domla, farzandim unday bo'ldi, ayolim bunday qilyapti, erim bunday dedi deb kelyapti, hali ham kelyapti. Buni oldini olmasak ko'payadi. Ey aziz aka-ukalarim, biznesmenlar, sizlardan talabim shuki, Alloh uchun, o'zingizni kelajagingiz uchun ko'zingizni oching. Biznesmenlar jamiyatimizni xohlasa ham, xohlamasa ham influencer deb qo'yamiz-ku. Ta'sir bergan insonlari bo'lib hisoblanadi. Eng kichkina biznesni olib qaraganingizda ham 10 tadan 50 tagacha ishchini ishlatadi-da. O'shaning uchun biznesmenlar birinchi navbatda bu davlatning zakonlarini jiddiy olish kerak. Masalan, Sirojiddin Nasafiyning gaplari, Amerikaga kelgan har bir inson amerikanistlarga o'xshab biznes qilishni o'rganish kerak. Lekin oila masalasida Markaziy Osiyodan olib kelgan o'zimiz urf-odatlarimiz bilan oilani saqlab qolish kerak. Zakotning ma'nosini inglizcha aytsam purification and growth. Boshqa pullarni filtr qiladi va uni ko'playdi. Men o'zim shu vaqtgacha umrimga shu pensiya chiqib to'xtanimga maoshim meni social securitydan keladi. Men hech pulim kam bo'lganini ko'rganim yo'q. Bir joyimdan bir joy beradi. Olaman desa juda oson. Odam avlod kasal bo'ladi. Aksident qiladi. Undan bir boshqa problem topiladi. Indirectly. Bir narsa emas, bir narsa bo'ladi, qo'ldan keladi. Hech vaqt Xudoman bu tomni teshib o'rdan pachkalardan pul tashlamaydi. Bir sabab mana. Agar siz shu kasal bo'lmasangiz yo boshqa bir aksidentda qutulsangiz, shuni o'zi sizga sev bo'lyapti-ku. Ana o'shaning uchun men vatandoshlarimdan jiddan iltimos qilaman, uzr qilaman, zo'rlik qilaman. Ko'rmasdan bergan qo'l-oyoqlarni o'paman, to'g'ri sadoqat bilan bular nima qilsalar, tijoratlarni davom bersalar, Xudovan pulni tog'day qilib beradi va barakatli beradi. Inshaalloh taolo. U umid bilan keldi va iymon bilan. U devor qurmagan. U odamlarni birlashtirgan. Bir til, bir madaniyat, bir sog'inch atrofida. Bu sahnalar sahna uchun emas. Bu hayotning o'zi. Iymon har doim qulay joyni kutmaydi. U ish orasida ham, shovqin ichida ham yashaydi. Va aynan shu iymon, shu til va madaniyat odamlarni yana bir joyga, bir uyga, bir jamoaga qayta olib keladi. Bu faqat bino haqida emas. Bu bolalar haqida. Bu kelajak haqida. Va bu hikoya davom etadi.